Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Nun vel qalami ve ma yasturun. Nun, qalam bilan və ular yazğan nərslər bilan qasamki, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ey Muhammed, sen Parvardigarının nemeti bilan müşrikler aytqandek mecnun emassan. Ve inna laka la ajran gayra memnun. Muqarrar ki sen albatta öksüməz savabqa erişsən. Ve innaka la ala xuluqin azim. Ey Muhammed, sen hakikaten büyük ahlak egisən. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. Kelgüsüdə qaysınlarının mecnun işkəllikini sen görsən. Ular mı gördü? İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sabilihi ve huve a'lemu bil muhtedin. Şübhisiz ki senin Parvardigarın özünün yoludan azğallarını obdan bilidu. Hidayet tapquçlarını mı obdan bilidu. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. İnkar qılğıçılarga itaat qılmağın. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. Ular senin özleri bilen madara qilishingni, şunun bilen özlerinin sen bilen madara qilishini arzu qılıdu. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بعد ذلك زنيم. Qasamxo'r, pes, g'ayvatxo'r, suxanchi, bexil, haddidan oshquchi, gunohkor, qo'pol, uning ustiga haromdan bo'lgan odam, ya'ni Valid ibn Mughiraga itoat qilmagan. An kana za malin wa banin. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Bizning oyatlarimiz uningga o'qib berilsa, uning mol-mulki va o'g'illari bo'lganligi uchun bu burunqilarning hikoyalaridir deydi. Sanasimuhu alal xurtum. Uning burnini dog'lab belgi solamiz. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Şübhisiz ki biz ularni, yani Mekke ahalisini, ma'lum bağının egilerini sınagandek qahatchilik, ocharchilikqa duchor qilish bilan sinidiq. Ular, yani bağının egileri, onun meyvelerini, kambag'allar uqmusun, ularga hech narsa bermayli deyishib, sahardila o'zvidishga qasam ichishgan edi. ولا يستثنون. Ular Xudo xohlasa demagan edi. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Ular uxlayotganda bog'qa Parvardigoring tarafidan azob, ya'ni yong'in nozil bo'lib, bog' ko'yib qopqora kuldek bo'lib qoldi. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Ular, agar meyvelerini üzmekçi bolsanglar, boqqa beringlar, deb atdiganda bir-birini to'g'lashdi. فانطلقوا وهم يتخافتون.
ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Ular mağdı. Yolda ketib bugün baqqa hargiz bir miskinmi kirmisun deyishib pichirlashdi. وغدوا على حرد قادرين. Ular miskinlarni baqqa kirishdan to'siyalaymiz degan o'y bilan attiganda turishdi. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. Ular bağның köyüp qapqar bo'lib ketganligini ko'rib, biz haqiqatan ezib qopdiq. Yo'q, biz bağның meyvesidan quruq qopdiq dedi. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. Ularning yaxshisi, ya'ni eng aqlliqi, sizlar nimishqa Allohga tavba qilib tasbih etmaysizlar demaganmidim dedi. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Ular, Parvardigorimiz, seni pak etiqod qilamizki, biz miskinlarning haqqini ma'ni qilish bilan haqiqatan zulm qilguvchilardan bo'ldik dedi. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Şunun bilan ular bir-biriga qarshib o'zaro malomat qilishdi. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Ular deyishdi: "Voy bizga, biz haqiqatan haddimizdan eshibdik. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Ümitki, Parvardigorimiz bizga buningdan yaxshiroq bog'ni bergay. Biz albatta Parvardigorimizdan umid qilguvchilarimiz. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Azap mana mushundaq. Ya'ni Qurayshga bog' egilarga tushgan azab tushdi. Agar ular bilsa, oxiratning azobi texmi qattiqdir. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Taqvodorlar Parvardigorining dargohida haqiqatan nozu ne'matlik jannatlardan bahramon bo'ladi. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. Biz musulmonlarni kofirlar bilan barobar qilamdik. ما لكم كيف تحكمون. Sizlarga nim bo'ldi? Qandoqcha mundaq hukm chiqarsizlar? أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. Yoki sizlarda osmondan nozil bo'lgan bir kitob bo'lib, uningdan sizlarga qiyomat kuni xolig'ininglar bor deganni o'qidinglarmi? أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. Yoki sizlar hukm qilgan narsanglarning bo'lishiga, biz sizlar bilan qiyomat kuni ondan vaqt to'shadigan mahkam bir ahdi tuzishganmi? سلهم أيهم بذلك زعيم. Ulardan so'rab boqqinki, ularning orasida qaysi yuqorqi ishlarga kepillik qila oladi? أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Yoki ularning yuqorqi ishlarga kepillik qiladigan sheriklari bormi? Agar ular davosida rostchil bo'lsa, sheriklarini keltirib boqsin. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. O kunda, yani kıyamet günüde iş kıyınlaşıdı.
Ular iymonini sinash uchun sajda qilishga chaqirildi. Ular sajda qila olmaydi. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Ular qo'rqinishdan tikilib qaraya olmaydi. Ularga xorliq yuzlandi. Ular dunyoda sog'lom chog'larda sajdaga da'vat qilingan edi. Ular sajdadan bosh tortdi. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Bu Qur'onni inkor qilganlarni menga qo'yib etkin. Ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yuzlandiramiz. وأملي لهم إن كيدي متين. Ularga möhlet berman. Şübhisizki mening tadbirim puxtudur. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Yoki ulardan dinga da'vat qilganligingga haq so'rab, ularning iqtisodiy yukini og'irlashtirib etdingmi? أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Yoki ularning yinida g'ayb, ya'ni g'aybni ichiga olgan lavhul mahfuz bor bo'lib, ular aytadiganlarini shuningga yozamdi. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Parvardigoringning hukmiga sabr qilgin. Oldirang'uliqda, zerikaklikda beliqning sohibiga, ya'ni Yunusga o'xshash bo'lmagan. O'z vaqtida u beliqning qornida turib, g'amkin holda Parvardigoriga iltijo qildi. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Agar u Parvardigorining ne'matiga erishmasaydi, albatta u qilmishiga malomat qilingan holda daraxtmi yo'q, tog'mi yo'q bir daliga tashlangan bo'ladi. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Parvardigori uni payg'ambarlikka tanladi, uni yaxshilardan qildi. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Kafirlar Qur'onni anglagan chaqlarda sana bo'lgan düşmanligining qattiqligidan yomon ko'zlari bilan seni yiqit o'tishga tas qoladi. Seni shubhisiz bir majnun deyishidu. وما هو إلا ذكر للعالمين. Qur'on faqat tamom ahli jahon uchun vaz nasihatdir.